Toyota Yevropa Gaz servis sentri obunachilari, kuzatib boruvchilar, xudo xolasa inshaalloh bugungi 6-may 2025-yilda bo'layotgan ishlarimizdan bir qator tanishtirib o'tamiz. Bunga mana propan ustanovka bo'lyapti. 47 litrlik Yevropa Gazdan Basico 24/4 2 ohmli injektori. Albatta Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan obunachilarimiz anchadan beri kuzatib boradi. O'rtoqlarini ham olib kelgan, o'zini oldingi mashinasiga ham 2 yil oldin ustanovka qildirib ketgan edi. Mana yangi mashina olib keldi. Bunga mana ustanovka qilib berdik. Bunga qo'yilgan zapchastlar bilan keling tanishtirib o'tamiz. Yevropa Gazdan Basico 24/4 blok upravleniyasi. Italyanskiy reduktor, Lavato firmaniki. Rail kompaniya Apache injektor 2 ohmlik plombalari ham bor buni. Plombasi yo'llari, padelkalari ham bo'ladi. Buni xushroq bo'lamiz. Hattoki filtrlarigacha Yevropa Gazning originali. Bunga qo'yilgani baloni 47 litrli balon bo'ldi. Tabletka balon, zaprashnilari ham Euro vuzuv bo'ldi. Buni yurgan kilometri mana Buxorodan oliblar to'g'ri Andijonga keldi. 802 kilometr bo'libdi. Xudo xolasa mana 12simiz ham tayyor bo'ldi. Bu yerda mana yangi Cobalt'imiz ham tayyor bo'lyapti. Mana bunga ham qo'yilayotganlari mana 47 litrli balon, polniy taylari, shumkalari bo'lib, zaprashnilar har doimgidek benzin bak uchogida qishda qotib qolmaydi, muzlab qolmaydi, loy to'lib qolmaydi. Yevropa Gazdan xudo xolasa Apache 2 ohmli injektori, Lavato reduktori. Inshaalloh kesinglar go'zal qilib, chiroyli qilib qo'yib beramiz. Akalarimiz ham mana ko'rinchi mashinasini olib kelyapti. Lokatsiyamiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman katta yo'l yuzida. Mana bu tarafdan Andijondan kelishi, bu yog'i Xonobod Qorasuv yo'li. Yo'lni katta yo'l yuzida Toyota Yevropa Gaz servis sentri. Xudo xolasa kesinglar ham, haligi lokatsiyalar ham juda qulay bo'ladi. Dam olishga joylari bor, o'tirib turib, bemalol o'tirib dam olib choy ichgani yetarli sharoitlari bor.